Qo'liga kart blansh berilgan, barcha vakolatlar berilgan murabbiylarning davri tugayapti. Lekin ko'pchilik buni tan olishga tayyor emas. Yaxshilab qarang, Tuxel Angliya terma jamoasida qoladigan bo'ldi. Ancelotti Braziliya terma jamoasiga ketdi. Nagelsmann milliy terma jamoada ishlayapti. Jurgen Klopp esa qandaydir direktor lavozimida ishlab yuribdi. Bu hammasi tasodifmi? Bizningcha yo'q. Chunki milliy terma jamoa futbolida vaqt bemalolroq, nazorat ham o'zingga tegishli. Ishingga aralashadigan odamlar nisbatan kamroq. Klub futbolichi mutlaqo teskarisi. Bir kun bayram, keyingi tur esa xaos. Zamonaviy klub bosh murabbiylari transfer siyosatini nazorat qilmay qo'yishdi. Shartnomalarning muddatini ham yaxshi bilmaydilar. Hattoki ommaviy axborot vositalarida ketayotgan ayrim tanqidiy hikoyalarni ham nazorat qila olmaydigan darajaga kelib qoldilar. Vaholanki oldingi klub murabbiylarini bir eslang, qanday vakolatlari bor edi. Xo'p, ular unda nima qilishadi? Ular mashg'ulotlarni nazorat qilishadi va albatta soch soqolni oqartiradigan 90 daqiqalik o'yinni. Agarda ish teskari ketsa, tamom. Ular ham ishdan ketishadi. Yo, mana Brentfordga qarang. Thomas Frank ishdan ketdi, lekin klub o'zini yo'qotib qo'ymadi. Brighton ham murabbiylari ketganidan keyin o'rniga yangilarini olib kelyapti, lekin hali ham raqobat maydonida tik oyoqda turibdi. Xo'sh, savol tug'iladi. Bu yerda kim daho o'zi? Murabbiylarmi? Yoki ularni katta sahnaga olib chiqayotgan o'rtamiyona klub strukturasimi? Endi katta jamoalarga qarang. Manchester United, Real Madrid, Tottenham bugun yangi bosh murabbiy tayinladi. Lekin murabbiy qidirishyapti-da shu kunlarda. Xo'p, murabbiylar bormi bozorda? Kim bor? Qani nomdor murabbiylar? Yoki an'analari shafqatsiz, tarixi va buguni katta natijalarga bog'lanib qolgan bu klublar bozoridan chekinishyaptimi? Mana Arteta hozirgi Arsenalni 6 yildan beri barpo qiladi. To'g'ri, haligacha titul yo'q. Yoki Mareskani bir eslang, yutgan kunini ertasiga ishdan bo'shatishdi. Yoki Ten Hag butun Gollandiyani yutib keldi, lekin Old Traffordning to'polonida birdaniga g'oyib bo'ldi. Ruben Amorimchi, Ruben. Klublar shunday murabbiylarni olib kelishadiki, katta umidlar bog'lanadi. Bu murabbiy hali bu jamoani buyuk g'alabalar sari yetaklaydi degan har xil gaplar bo'ladi, lekin yakunda ular ham bir pasda tarixga aylanadi. Demak, bu narsalarning taktikalarga aloqasi yo'q. Bu yerda bir boshqa gap bordek. Ya'ni vakolat, avtoritet. Superklub bosh murabbiylarida vakolat va avtoritet kimning qo'lida? Bosh murabbiymi yoki yulduz futbolchilar? Murabbiylar bozori balki shuning uchun bo'shab qolgandir. Har nima bo'lganda ham bu inqiroz murabbiylarniki emas. Murabbiylar bor. Muammo klublarniki. Va klublar buni tan olmas ekan, murabbiylar bozori bo'shab qolaveradi.